Biz Anatoliyadan Türkistangacha bir millet. Biz Anatoliyadan Türkistangacha bir millet lozungisi bilan namoyishga chiqqan turkiyalik yoshlar İstanbulning Osiyo qit'asidagi kitobchilar bozoridan tarixiy Üsküdar maydonigacha piyoda menib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Turkiya xalqiga texnik keng doirada tushuntirish uchun faoliyat olib bordi. 23 fevral yakshanba kuni İstanbulning Üsküdar rayonida elib berilgan namoyish Turkiyadagi ijtimoiy taratquv supulurida keng ta'siri bo'lgan Mushtu gençlik Uyg'urcha xo'sh xabarchi yoshlik nomidagi jamiyatning e'lonlari orqali ko'pinchisi turkiyalik yoshlarning o'zligidan tashkillanishi bilan Xitoy kommunist hokimiyatining hozirgacha Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan irqiy va madaniyat qirg'inchilik qilmishlarini Turkiya xalqiga ko'chalarda, maydonlarda, har qaysi jamoat so'rinlari va ijtimoiy taratqularda tushuntirishga tirishdi. Osmaniye imperiyasi vaqtidagi tarixiy 3-Ahmad suv munorasining oldida yig'ilgan namoyishchilar kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini birdek ayblab shuarlar to'ladi. Yig'ilishda jamiyatning har qaysi qatlamlaridan kelgan faoliyatchi, o'qituvchi va tadqiqotchilar ayrim holda so'z qilib, Uyg'ur masalasini maydondagi xalqqa yetkazishga tirishdi. Kardeşlerim, Kızıl Çin, Komünist Çin. Xo'sh xabarchi yoshlik jamiyati mas'ullaridan Odam Ko'sa efendim, Sharqiy Turkiston bugungi taraqqiy topgan dunyoda eng og'ir zulmga uchrayotgan joylardan birisi. Bu yer bizning ota yurtimiz. Bovlarimiz Sharqiy Turkiston to'proqlaridan, Xotandan, Qashqardan, G'ujdan kelgan ekan. Afsuski, tarixda Endilusga o'xshash Turk islom madaniyati Xitoy kommunistlari tomonidan yo'q qilinmoqchi bo'lyotidi. Hozirgidek zamonaviy davrda kollektiv tutqun qilish yuz beryotidi. 100 minglarcha begunoh inson faqatla musulmon va turk bo'lganligi uchunla yig'ilish lagerlariga solinib, zulm ko'ryotidi. Xalq bo'lish sifatimiz bilan ovozimizni texim yuqori ko'tarishimiz kerak deb o'ylayman. İki şahidin önünde imzalı İstanbul Medeniyet Üniversitesi o'qituvchisi doktor Alimjon Bug'da Doğu Türkistan'daki 35 milyon u yerdagi musulmon Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur turklari faqatla Rabbim Allah, dinim islom va millatim turk deganligi uchunla necha yildan beri turmalarda, yig'ilish lagerlarida yo'q qilinish oldida. Musulmon turklar hozir 2-Endülüs qirg'inchiligi xavfi ostida yashashga tirishyapti, dedi. Böylece 8 sene geçti. Tarixiy suv munorasining oldida so'z olgan Madina Nozimimu Türk garajdoni bo'lgan singlisi Mavludaning 2017-yildan beri begunoh holda yig'ilish lageriga elib ketilganligi to'g'risida so'zlab, Turkiya davlat raisi va tashqi ishlar ministridan o'zlarini yolg'iz qo'ymasligini o'tinib, Kardeşimin sesini duyurmaya elimden gelen çabayı. hurmatli Cumhur raisi, hurmatli tashqi ishlar ministri, singlim boshda millati Uyg'ur bo'lgan turk garajdonlarini Xitoyning yig'ilish lageriga tashlab qo'ymanglar. G'azaga qandoq egi chiqqan bo'lsanglar, o'z irqinglarga shundoq egi chiqinglar, dedi. Ve ne yazık ki bir kadın olarak bunu söylemek her ne kadar bana ağır olsa da söylemek zorundayım. Bizim kadınlarımız, kızlarımız Çin'in toplama kamplarında Çinler tarafından Namoyish davomlashayotgan vaqtlarda to'satdan o'zining qamoqqa elinib izdireksiz yo'qolib ketgan tuqqanlarining rasmlarini bir turk namoyishchining qo'lida ko'rgan g'ujluq Malika Mahmud ko'z yoshlarini tutolmay yig'lab ketdi. Malika Erkin Osiyo radiosi Tor televiziya kanalımızın ziyaretini qabul qilib, başka ayada resimlerinin içinde başka Türk kızvallarının kulluğunu berip diken var resimlerini. Ammamның resmini görüp fakat çidiyamadım. 2018 yıl tutulup ketken hazır 2025 yıl oldu. 7 yıl oldu. 5'i de toplama kamptı. Keyin biz BM'ye arz kıldık. BM'den karar çıktı. BM'den bulanın suçsuz, begunoh ve kuyap beriliş hakkında karar geldi. Karar kelgandan keyin bularni toplama kampdan chiqarib turmaga yetkazibdi. Toplama kampni hozir biz yo'q qilyaptik, ityaptik deb ko'rsatdik xalqaraga. Ha, jazo lagerini yo'q qilyaptik deb jazo lagerida elib turmaga yetkazibdi. Ma tog'amni Xitoy BM'ga javob berganda 15 yil kesdik debdi.
bölgünçülük cezası bilen depti. Bölgünçülük cezası lan bir ağızlam gap qildi, ammo hech qanday isboti yo'q, hech qanday mahkama qarori yo'q, hech qanday sud echilganning isboti yo'q, bir qonuniy yo'l yo'q. Tarix tadqiqotchisi Abdullah Oğuz efendim Uyg'ur meselesining kun tartibga elinmayotganligi to'g'risidagi tushunchalarni o'ttirib qo'yib, mundaq dedi. Türkistan'da ne olup bittiğini bilmediğini düşünüyordum ama zaman içerisinde şunu fark ettik ki bu biraz bilgi probleminin ötesinde. Men mundaq o'ylashga boshladim. Bu bir uchur masalasi emas. Men burun kishilarning Sharqi Turkistonda bo'layotgan voqealarni bilmaydi deb o'ylaydim. Vaqtning o'tishiga ergishib, buning uchur bilan munosabati yo'qligini his qildim. Bu masala kishilarning biraz iman, harakatga o'tish va qarindoshlariga bo'lgan sadoqatini o'lchaydigan bir imtihon ekanligini tushunishga boshladim. Qisqasi, Sharqi Turkiston unutildi va chetga qaqildi. Geri gönderme merkezlerine atılanlar gibi olumsuz ve can yakıcı meselelerle de karşı karşıyayız. Yerleşimizce Muştu Yaşlık Cemiyeti ve a'zolari yig'iverish lageri meselesi o'tirg'i chiqqan kundan beri Uyg'ur meselesi haqida har qaysi ijtimoiy taratqularda aktiv harakat qilib kelayotgan ekan.